Bu obyektimiz Namangan Fayzobod qishlog'ida mokriy rangga oq rangdan kombinatsiya qilib tungi fon ishlarini qilib berdi. Doim okalar bilasizlar, hozir juda ham oq rang ommalashib ketdi, juda ham trendga chiqib ketdi. Hali beri tushmasa kerak trenddan. Lekin bu xonadonimizda ozgina o'zgartirish qilib mokriy rangdan kombinatsiya qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin, karnizlarini hamda orasidagi 4 sm ochiq joylarini mokriy rang yurg'izganmiz. Lekin bu ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli chiqib qo'ydi. Xudo xolasa sifatli liniyalarga o'kalar baho berib qo'ysana bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqdi. Mana burchoqlari ham, lislari ham bir xilda taqsimot qilingan. Svetlargacha ulab o'rnatib berganmiz. Sliflarni ham almashtirib berganmiz o'kalar. Apsinkovoydan oldik, mokriy rangga almashtirib yangilab berdi. Yaqindan ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli ish bo'lgan. Cho'tki chiqqan inshaalloh. Darvozaxonamizni ham o'z ko'rsatib o'tamiz. Darvozaxonamiz oppoq rang bo'lgan. Old shapkalarga rang aralashtirganmiz mokriy rangda. Darvozaxonamiz o'rtalarini tilla rang narjavakalardan yurg'izganmiz. Qolgan joylar oppoq bo'lgan. Choklar ham tabiiy holatda chiziq bo'lib kelgan o'kalar, juda ham chiroyli chiqdi. Ishimiz yoqsa bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Mokriy rang ham chiroyli chiqibdimi? Kombinatsiya qilganimiz yoki o'zimiz oq ranglar yaxshimi o'kalar? Oldi shapkalarga baho beringlar-chi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Darvozaxonamizga rang aralashtirmaydi, ko'zni charchatmaydigan oppoq bo'laversin darvozaxona deyishdi. Oppoq qilib tilla rangdan yo'g'ilib qo'ydi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham alkofon bilan birga bir kачествоda bo'lib, cho'tki bo'lib chiqdi. Burchoqlari, choklari ham hammasi joy-joyida bo'lib, ideal holatda bo'ldi. Hech narsa tutalmagan, tabiiy holatda, choklar hammasi tabiiy holatda kelgan, xudo xolasa. Ertaga sarg'ayib ketsa, boshqasi bo'lmaydi inshaalloh. Biz garantiya beramiz bunga. Oldi shapkalarimiz tomga chiqib ketish eshigi bor ekan, mana endi tomni eshigi. Buni ham tevalarni cho'tki qilib o'shqatib olib o'tib ketilgan. Burchoqlarga, tashqi burchoq, ichki burchoqlarga ham o'kalar e'tibor berib qo'ysana bo'ladi. Qilich bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli. Lislarning asosiy taqsimotiga e'tibor berib ko'rsanglar bo'ladi o'kalar. Juda ham chiroyli chiqqan. Bir xilda bo'lingan lislar ham. Endi narxlarga keladigan bo'lsa, o'kalar 140 mingdan 150 minggacha vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Vodiydan tashqariga ob'yom kattaroq bo'lsa chiqamiz. Narxlar asosan tunkan qalin parashlikka, ob'yomga qarab arzonroq yoki qimmatroq ham bo'lishi mumkin. Xizmat yanadamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.